Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Mana bugun siz bilan jamg'arish o'yinining yakuniy turi, ya'ni 3-bosqichiga ham yetib keldik. Sizdan diqqat qilib bu o'yinning qonun-qoidasini yaxshilab tushunib olib, hamda o'yinni maroqli o'ynashga taklif qilaman. Hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan ishtirokchining qo'llanmasida nazorat ro'yxati tur 3 betini ochamiz hamda diqqat qilib birinchi bandini o'qiymiz. Demak, 3-turda qanday yangiliklar bor? 3-turning yangilanish kartasini o'qing deyilyapti. Demak, men sizlarga 3-turning yangilanish kartasini beraman. Hamda siz jamoangiz bilan 3-turning yangilanish kartasini diqqat qilib o'qib chiqishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, nazorat ro'yxati tur 3da 2-bandida omonatlaringiz uchun bankdan foiz oling deb bir qancha ma'lumotlar yozilgan. Siz bu ma'lumotlarni o'yin maydonida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, 3-bandda kelgusi turda ko'zlagan oila maqsadingizni ko'rib chiqing. Siz qilishingiz mumkin bo'lgan harakatlar haqida qaror qabul qiling. Maqsadingizga erishishingizga ishonch hosil qiling deb belgilangan. Demak, men sizlarga oila maqsadlari 3 kartasini beraman. Hamda siz jamoangiz bilan ushbu kartaning diqqat qilib tanishib chiqib, uning ta'sirini o'yin maydonida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, 3-bandda bajarib bo'lganimizdan keyin 4-band daromad bo'yicha qarorlar. Bu bandni ham jamoangiz bilan diqqat qilib o'qib chiqib, B variantda keltirilgan jadvalda ma'lum bir darajani belgilab olishingiz kerak bo'ladi. Hamda uning ta'sirini o'yin maydonida daromaddagi o'zgarishlar yoki bo'lmasa ish haqi maosh qismida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, shundan so'ng daromad darajangizga qarab hayot sifati shkalangizni moslashtiring deb belgilangan. Siz belgilangan daromad darajangizga qarab hayot sifati shkalangizni shunga moslashtirishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, 5-band xarajat qarorlari. Demak, siz bu bandni ham diqqat qilib o'qib chiqib, B variantdagi qizil jadvalchani daromad darajangizga qarab turib, xarajat darajalaringizni belgilab olib, uning ta'sirini o'yin maydonida xarajatlar qismida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, C variantida belgilangandek, xarajatlaringizga qarab hayot sifati shkalangizni shunga moslashtirishingiz kerak bo'ladi. Demak, o'yin maydonida hayot sifati darajasi aks ettiriladigan maxsus joyga siz mana shu ko'rsatkichlarni amalga oshirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. O'yinimizni davom ettiramiz. 6-band. Nimadir yuz bermoqda. Voqea 7 kartasini oling deb yozilgan. Demak, siz voqea 7 kartasini olib, jamoangiz bilan ushbu variantlardan birini tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Hamda ta'sirlarini o'yin maydonida aks ettirishingiz kerak. Natija kartasi beriladi. Natija 7 kartasi. Natija 7 kartasida ham siz voqea 7 kartasi tanlab olingan variantlardan birini o'qib chiqib, uning ta'sirini o'yin maydonida hamda ishtirokchining qo'llanmasida belgilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, o'yinimizni davom ettiramiz. 8-band. Nimadir yuz bermoqda. Voqea 8 kartasini oling. Demak, siz voqea 8 kartasini olib,
o'z jamoangiz bilan quyidagi variantlardan birini tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Hamda o'yin maydonida barchasini aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, voqea kartasidan so'ng sizga natija 8 kartasi beriladi. Siz voqea 8 kartasi tanlab olingan variantlarni xuddi shu yerda topib, uning ta'sirini o'yin maydonida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, o'yin o'ynashda davom etamiz. Biz sizlar bilan 3-turning 10-bandiga keldik. Bu yerda keling, xarid qilishga boraylik deb yozilgan. Demak, biz sizlar bilan ishtirokchining qo'llanmasida xarid qilish bo'yicha sotib olish imkoniyatlari ro'yxatini ochamiz hamda har bir ishtirokchi o'ziga tegishli bo'lgan yoki bo'lmasa o'zining ehtiyoji uchun kerak bo'lgan bittadan mahsulotni tanlab olishi kerak bo'ladi hamda uning ta'sirini o'yin maydonida aks ettirishi kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, mana 3-tur bo'yicha xaridlar bo'yicha sizlarga kartalarni tanlab olganingizdan keyin kartaning orqa tarafidagi yozilgan ta'sirini o'yin maydonida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan xaridni amalga oshirib bo'ldik hamda barcha ta'sirini o'yin maydonida aks ettirdik. Endi o'yin qoidasiga asosan sizlarga voqea 9 kartasi beriladi. Siz voqea 9 kartasidan jamoangiz bilan kelishilgan holda variantlardan birini tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Hamda uning ta'sirini o'yin maydonida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, sizlarga voqea 9 kartasi beriladi. Hamda voqea 9 kartasidan keyin natija kartasini olib, natija kartasidagi tanlangan variantni tanlab, diqqat qilib o'qib chiqib, demak uning ta'sirini o'yin maydonida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, savol tug'ilishi mumkin. Wobbler kartalari boshida birinchi turda sizga tanishtirilgan, lekin nima uchun bu kartalar o'yinda hozir ishtirok etmadi deb. Bu kartalarning ishtirok etishi uchun siz o'yin qoidasiga asosan voqea yoki natija kartochkalarida ma'lum bir variantlarni tanlaganingizda sizlarga Wobbler kartalari beriladi. Demak, masalan, siz voqea kartasida 3 ta variantdan bitta variant A variantini tanlagan bo'lsangiz, sizlarga 2-turda Wobbler karta berilishi kerak bo'ladi. Boshqa variantlar tanlanganda Wobbler kartalari berilmaydi. Hurmatli o'quvchilar, mana 3-turning yakuniga ham yaqinlashib qoldik. O'yin ishtirokchining qo'llanmasida 13-bandida kreditlar haqida ma'lumotlar yozilgan. Demak, siz bu ma'lumotlarni diqqat qilib o'qib chiqasiz hamda ularning ta'sirini o'yin maydonida bank jamg'armalari, kreditlar jadvalida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, o'yin yakuni bo'yicha siz barcha hisob-kitoblaringizni bajarib, balansni hisoblash, pulni joylashtirish hamda kreditlarni barchasini hisoblab, xulosa varaqasida aks ettirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, shuning bilan biz siz bilan jamg'arish o'yinini o'ynab bo'ldik. O'yinimiz o'z yakuniga yetdi. Siz bilan maroqli mashg'ulot o'tkazganimdan xursandman. Doim sog' bo'ling, salomat bo'ling.